Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Salom yursizlarmi? Ishlar bilan charchamasdan. Ana bir topinglarchi pulukni qanaqa kraskaga bo'yadik. O'yladingizlarmi? Ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa. Neobishniy pulukimiz o'zgacha deydimi? Tayyor bo'ldi xudo xolasa. Klientimiz tanlagan rangi oson bo'lmadi, bu rangni yasash, chiqarish. Chista temirni o'zini kraskasidan. Limkin stil zavodskoy silindrlari. Mana 130 ot kuchli texnikamizga Laval 1304. Kraskaga necha akalar, mana bu ligirovka bolt gaykalarini qo'ymoqmiz. Hozir video davomida qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Bunga kraska qilmadik-da bunga. Bittasi. Bu yoqda bittasi yana. Qo'yamiz buni ham. Mana ligirovka bolt gaykalariga kraska qilmadik. Как zavod deydimi, nima deydi? Kimga shunaqa sifatli aylanma puluk kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasiz. Hammaga rahmat. YouTube kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videoni iloji boricha tanishlarga tarqatib, bitta like bosib qo'yasiz. Hammaga katta rahmat.